O'zgidromet 28-31 mart kunlariga ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, video ostiga like bosib, obuna bo'lishni va videoni maksimal darajada tarqatishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 29-31 mart kechasi 10:15, kunduzi 23-28 gradus iliqqacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 28 mart kuni 14-19 gradus, 29-31 mart kuni 12-17 gradus, kunduzi 28-29 martda 20-25 gradus, 30-31 martda 25-30 gradus iliqqacha ko'tariladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 29-31 martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 gradus, kunduzi 28 martda 25-30 gradus, 29-30 martda 20-25 gradus, 31 martda 23-28 gradus iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 28 martda 14-19 gradus, 29-31 martda 12-17 gradus, kunduzi 28 martda 20-25 gradus, 29-31 martda 23-28 gradus iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28 va 30 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 29 va 31 martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin.